Assalomu alaykum aziz obunachilar. Xalq orasida 24 kanalining aziz obunachilari, aziz bekobodliklar. Sizlarga zo'r joy topib qo'ydim. Katta baza 16 sotiqdan oshiq maydon sotiladi. Arentar 3-mikrorayon. Mana ko'rib turibsizlar. Bu yoqqa Dildora to'yxonasini shundaygina yonida. Mana ko'rishingiz mumkin. Azizlar, bu yerda ko'p bizneslarni qilsangiz bo'ladi. Makulatura qilsangiz bo'ladi. Texlar qilsangiz bo'ladigan nihoyatda zo'r katta baza sotiladi. Qani yuringlar, mana shu yo'ldan kirib kelishda mana. Obunachilar, yetib keldik. Asfaltdan bir 100 metr chiqmaydi, 50 metr ichkarida Dildora to'yxonasining yonida zdaniyamiz, mana shu yerdan boshlanadi binoyimiz. Kelinglar, endi yonidagi zahvat yerlari bilan ko'rsatamiz sizlarga. Mana shu binoyimiz, hozir ichkariga kiramiz, shoshmay turasizlar ozgina. Orqasini, yonlarini, eng qizig'i azizlar, Ugulovoydagi joylashgan yaxshi joyda. Bekobod shahri 3-mikrorayon, Dildora to'yxonasining yonida mana. Bet 16,5 sotiq joy. Yuringlar, endi ichkarida qanaqa sharoitlar bor ko'ramiz. Bir mazza qilinglar. Bismillah. Hammalaringizga shunaqa joylar nasib qilsin. Mana ko'rib turganlaringizdek hovlisi bir 30 metr yoqara beton bor, 20 metr atrofida. Bu yoqda xonasidan boshlaymiz. Yo, to'xtanglar, o'ng qo'ldan boshlaymiz. Qorovul xonasi, operator bir ko'rsatib qo'ying. Endi qorovul xonada mana tayyor. Bu yog'i mana bismillah. Ko'radigan bo'lsak, 8 metrga 20 metrlik xona. Bitta. Yuringlar endi. Mana 8 metrga 20 metrlik xonada tegi beton qilingan. Tagi beton qilingan. Eng qizig'i, hojatxonaga kalodis ham kavlab beton qilib qo'yilgan azizlar. Mana eshigi ham bor, temir eshik. E'tiborga olib qo'yasizlar. 8 metrga 20 metrlik xona bo'lsa ham. Portishkalar qo'yilgan. Agar misol siz tikuv fabrikasini qilmoqchi bo'lsangiz, bu yerga katta derazalar qo'ysalaringiz bo'ladi. 8 ga 20 metr bu yoq ham. 3,5 metr, 4 metr atrofida fundament qo'yilgan, beton qo'yilgan, steshka, ya'ni. Bu yerda ham bitta xonasi bor mana. Bismillah. Endi 4 metrga 8 metr bu yoq. Например, 4 metrga 8 metr. Bu yoqda yana bitta o'shancha xonasi bor. Ko'rib turganlaringizdek. Katta xona bu, kattaroq ancha. 8 ga 8 atrofida. Shu xona mana tegi steshka qilingan, buni ham patologiya mahkamlangan hamma joyi. Endi mana shu o'tgacha pishgan g'ishtdan qilingan. Mana azizlar, ko'rsatgan joyim kalodis kavlangan, ikkita hojatxona qilsa bo'ladi degan. Erkaklar, ayollarga kavlanib 4 metr atrofida kavlanib, usti steshka qilingan. Mana hovlisi, mana devorlarini ko'rib turibsizlar, aylanasiga o'ralgan. 5 metrmi, 4 metr atrofida baland devorlar bilan o'ralgan. Eng qizig'i narxiga keldi. Endi yuringlar, naryoqda narxini aytamiz, kranlarni ham ko'rsatib o'tamiz. 16,5 sotiqli yer maydoni azizlar mana. Ko'rib turganlaringizdek, bo'ldi pishgan g'ishtdan qilingan. Mana darvozasi baland, devorlari baland. Bir 5 metr chiqsa kerak devori ham, 5 metr chiqadi. Mana yerda mana eng qizig'i steshka qilingan. Mana. Mana bu yoqda azizlar, xohlasalaringiz pishkov kran, xohlasalaringiz oqma kranlari ham bor. Aziz obunachilar, mana bu xonani ko'rsatmadik sizlarga. Eng zo'r xona, zo'r garaj bu. Tagi to'pli pol qilingan, to'pli pollar ishlaydi. Mana tepalari ham remont qilingan xona. Bu yoqda yana bitta xonasi bor. To'pli pol qilingan, polni bit.
Endi aziz obunachilar, bu joyni hujjatlari, dokumenti hammasi joyida. Shu xonalari bilan, hovlisi bilan narx-navosiga keladigan bo'lsak, $60,000 0% dan 1 yilga bo'lib beriladi. Sizni xohishingizga qarab 5 ta variant borda. 1 yilga $60,000, 2 yilga olaman desalaringiz agar $75,000, agar 3 yilga olaman desalaringiz $85,000, 4 yilga olaman desalaringiz $95,000, 5 yilga ham berib yuboriladi. $100,000 ga 5 yilga bo'lib to'lashga 0% dan beriladi. Hujjatlari joyida. Manzilimiz Bekobod shahar 3-mikrorayon Dildora to'yxonasining yonidan kirishda bir 50 metr ichkarida, orqa tarafida Zaxvat yerigacha bor albatta. Mana shu pastdagi raqamlarga murojaat qilsalaringiz, shu joy egasiga tushasiz albatta. Narx-navosini aytildi. Kelishib gaplashaveradi. Kimga kerak bo'lsa, Bekobod shahri, Bekobod tumanida yashovchi boyvachcha aka-ukalarimiz, tadbirkorlik qilaman degan aka-ukalarimizga mana zo'r variant, 0% dan yaxshi biznesingiz bo'lsa, tortib ketaman deganlar bo'lsa, mana marhamat qilinglar. Pastdagi raqamlarga chiqaverasizlar.